Bolangiz boshi qiyshiq bo'lsa, har xil yostiqlarni sotib olishga shoshilmang. Nimaga ular foydasiz ekanligini hozir sizga tushuntirib beraman. Bola uxlab yotganida boshini yostiqdan chiqarib oladi. Yostiq faqat bitta taraflama bosimni kamaytiradi. Lekin u o'sayotgan boshni to'g'ri yo'naltirmaydi. Bu esa bolaning bosh shaklini to'g'rilab bera olmaydi. Hattoki Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan chaqaloqlarni 2 yoshgacha yostiqlarga yotqizish taqiqlangan. Ortopedik shlem esa bu faol terapiya. U kuniga 23 soat davomida bolaning boshida bo'lishi kerak. Shlem yordamida o'sish zonasi pachoq yoki qiyshiq tarafiga yo'naltirib, o'z normasiga qaytariladi. Shlem har bir bola uchun individual yasaladi va bu bolaning boshini hech qachon qismaydi. Bu jarayon xavfsiz va hech qanday og'riqlarsiz shifokor nazoratida amalga oshiriladi. Bizga farzandini olib kelgan ota-onalarning ko'pi biz sizga kelishdan oldin har xil yostiqlardan foydalanib ko'rdik, lekin umuman natijalarni ko'rmadik deb aytishadi. Agar siz ham farzandingizni kelajakda sog'lom va chiroyli bo'lishini xohlasangiz, Neo Center klinikamizga murojaat qiling va biz sizga professional yechim beramiz.